Angliyaning chaqiriqi bilan jiddiy yig'in ochgan G7 davlatlarining səhiyyə ministrlari dunyo jamoatchiligining Xitoy virusining Omikron variantining tahdidiga duch kelganligini e'lon qildi. G7 davlatlari Angliya, Amerika, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiyaning səhiyyə ministrlari yig'inidan keyin bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Dunyo jamoati koronavirusining yangi yuqumlanishchanligi yuqori bo'lgan tahdidga duch kelmoqda. Bu jiddiy harakat qo'llanishni talab qiladi. Sharqiy Afrika davlatlarining biri bo'lgan Uganda Infinity aerodromini kengaytirish uchun Xitoydan olgan 207 million dollar qarzni to'layolmaganligi uchun bu aerodromni Xitoyga topshirib beradiganligi to'g'risidagi xabarlarning haqiqatni aks ettirmaydiganligini bildirdi. Fransiyaning Yevropa İttifaqı İşleri Ministri Clement Bion Angliyaning baliqchilik krizisi masalasidagi suhbatda hal qilish chorasi tepish kerakligini, buning uchun 10 dekabrgacha muhlat berganligini aytdi. U Angliyani fransiyalik baliqchilarga ijozat berish uchun keraksiz hujjatlarni talab qildi deb aybladi. İran Tashqi ishlar ministri Husayn Amir Abdullahyan prezident Recep Tayyip Erdoğan bilan Eronlik mansabdoshi Ibrohim Raisning uchrashishida ikki davlat munosabatini ko'p taraflamalik taraqqiy qildirishning qaror qilinganligini bayon qildi. Xitoy prezidenti Xi Jinping Sin yig'ini orqali qatnashgan Xitoy Afrika hamkorlik munbirida so'z qildi. Egallanishicha, Xi Jinping Afrika davlatlariga yana 1 milliard Xitoy virusi vaksinasi avatadiganligini aytgan. Janubiy Afrikada barliqqa kelgan Xitoy virusi Omikron varianti sababidan Yaponiya chegara tadbirlarini kuchaytirdi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, hukumat Afrika davlatlari Mozambik, Malawi va Zambiyani texnik qattiq tadbir qo'llanadigan davlatlar tizimiga qo'shgan. Shuning bilan birga seshanba kunidan boshlab chegaralarning barliq chet elliklarga taqildiganligi e'lon qilindi. Twitterning bosh ijroiya amaldori Jack Dorsey iste'fo berganligini e'lon qildi. Bu shirkat yangi bosh ijroiya amaldorining Parag Agrawal ekanligini e'lon qildi. Bu shirkatning quruvchilaridan biri bo'lgan Dorsey shirkat xizmatchilariga ayrilish qarori to'g'risida uchur yo'llab, ishonamanki, shirkat quruvchining ta'siri va yo'linishining qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'zi mustaqil tura oladi dedi.